Biz hozir Islom sivilizatsiyasi markaziga kiramiz. Bilet olish jarayoniga keldik. Faqat ruxsat etilgan joylarni syomka qilish. Mana shunday shaklda bo'ladi. Mana shunday bir kishilik. Atigi 60 ming so'm. Sizlarga Islom sivilizatsiyasi markazini obzor qilamiz. Assalomu alaykum. Mana meni do'stim Somoniyadan. Musulmon. İsmi Muhammed. Somoniya. Assalomu alaykum. Kashtan daraxti mashhur Islom Abdug'aniy Karim prezidentimiz kashtan daraxti ekdigan, mana shu kashtan daraxti bo'ladi. Mana musulmon ayollarimiz Islom sivilizatsiyasiga tashrif buyurgan. Kirish joyi. Bilet ko'rsatamiz. Ichkariga vixt. Hurmatli do'stlarim, mana do'stim bilan biz muzeyga kiryapmiz. Bilet qo'limizga berdi. Mana uchga bo'lar ekan, rus, ingliz, o'zbek. 3 ta gruppaga bo'lib, naushnik berib, ichkariga kirgizar ekan. Mana biz Islom sivilizatsiya markazi. Kelingizlar, taklif qilib naushnik berar ekan. Tanishtirar ekan. Islom sivilizatsiya markazi. Jo'rabek. Jo'rabek. Qaramayapti. Mana shu buddizm burada Termizda topilgan bosh haykal, mana shu haykal topilgan. Beringa degani mana shu Islom sivilizatsiyasida olib muzeyga qo'yilgan. O'tgan yili mana shu to'plam Bulgariyaning modalar showida birinchi o'ringa sazovor bo'ldi. Mualliflik huquqini bizdan sotib olgan holatda Bulgariya bugungi kunda mana shu to'plamning zamonaviy ko'rinishini ishlab chiqarish huquqini bizdan sotib oldi. Juda ham o'xshash zamonaviy ko'rinish bilan birga. O'xshaydi. Bu original. Ungacha shaharning aniq joylashuvi haqida hech kimda ma'lumot bo'lmagan. Mana bizning shaxmatimiz. Shaxmatning yurti Hindiston. Yo'q. Shaxmatimiz Hindistonda shaxmat yaratilishidan oldin 4 asr oldin shaxmat toshlari shu tumanida tepada topilgan mana shu. Mana shunday deb bizga tanishtiryapti. Shaxmatning yurti O'zbekiston ekan. O'sha paytda menga o'xshaydigan odamlar bo'lgan ekan. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana qadimiy davrdagi temirchilar olovni vujudga keltiradi. Gördünüz mü? Pul kuyar ekan. Biz Qur'oni Karim saqlanadigan xalifalik 3-davrda keltirilgan katta kitob Qur'oni Karim shu binodan chiqib kelyapti. Sizlarga ham Islom sivilizatsiyasi markaziga taklif qildim.